Skalar va vektor kattaliklar. Kattaliklar hammasi ikkiga bo'linadi. Skalar va vektor kattaliklar. Skalar kattaliklar faqat son qiymatiga ega bo'lgan kattaliklarga skalar kattaliklar deb ataladi. Bunga misol qilib massani, vaqtni va uzunligini olish mumkin va undan boshqa ko'plab kattaliklar skalar kattaliklar hisoblanadi. Chunki bular faqatgina son qiymatga ega, ya'ni yo'nalishga ega emas. Masalan, bo'yingizni o'lchaydigan bo'lsangiz, deylik masalan 1.70 chiqsa, bu uzunligi 1.70, ya'ni 1.7 metr degani. Bu yerda hech qanaqa vektor kattalik faqatgina son qiymatga ega bo'ladi. Endi vektor kattaliklarga keladigan bo'lsak, vektor kattaligimiz skalar kattalikdan faqat bittagina farqli joyi bor. Bu ham bo'ladigan bo'lsa, skalar kattalik faqat son qiymati bilan aniqlanadigan bo'lsa, vektor kattalik ham son qiymati va yo'nalishga ega bo'ladi. Ya'ni skalar kattalik faqat son qiymatga ega, vektor kattalik son qiymat va yo'nalishga ega bo'ladi. Bunga kuch va tezlikni misol qilsak bo'ladi. Bundan tashqari ko'plab narsalarni misol qilish mumkin. Kuch, tezlik, tezlanish va hokazolar. Yo'nalish ahamiyatga ega ekanini qayerdan bilsak bo'ladi? Mana bitta jismga o'ng tomonga 20 newton kuch ta'sir qilyapti, chap tarafga 10 newton kuch ta'sir qilyapti. Jism qaysi tomonga ketadi? Albatta 20 newton kuch ta'sir qilayotgan tarafga ketadi, chunki bu kuch kattaroq 10 newtondan ko'ra. Bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, yo'nalish ham ahamiyatga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ularning belgilanishiga keladigan bo'lsak, oddiygina o'sha f vektor, s vektor belgisi qo'yiladi. V vektor tezligi bo'lsa vektor belgisi qo'yiladi. Bu ham masalan kuch vektori, bu ham kuch vektori. Faqat bundan bittagina farqi bor. Bu ham kuch vektori, bu ham kuch deyiladi. Farqi mana bu son qiymatini bildiradi. Bu son qiymatini bildiradi. Bu ham xuddi shunday tezlik vektori, bu ham tezlik vektori. Bundan farqi bu son qiymatini bildiradi. Va o'sha tezlik deyiladi. Tezlik vektorlar bu tezlik modul deyiladi. Ya'ni modul olinganidan keyin faqatgina son qiymatini o'zini bildiradi. Endi vektor belgilanishida ko'ra olamiz. Mana vektorimiz, mana shu vektor bo'ladigan bo'lsa, mana f vektor, shu vektor deb olingan. Boshqa xil ham belgilanishi mumkin. Mana bu yer vektorning boshi hisoblanadi. Bu yer bo'lsa vektorning oxiri hisoblanadi. Mana vektorning boshi, bu vektorning oxiri.